Kimdir taqillatayaptimi eshikka? Yana taqillatayaptimi? Qarorish kerak-ov. Soat necha bo'pti ko'raychi hozir. Nima? Soat kechasi 3. 3da kim meni chaqiryapti ekan ko'chada? Tushunmadim. Hozir svetni olib qo'yaychi. Yana qilichni ham ehtimolga qarshi olaychi. Kim bo'lishi mumkin ekan? Qani eshik ochib ko'ray. Hech kim yo'qmi? Qanaqasiga? Hozir eshik taqillatdi-ku. Bolalar unachilar. Hech kim yo'q. Eshik taqillatdi. Nima kerak bor uni taqillatish? Pochta keldimi ekan? Pochta kelibdi. Yordam. Qanaqangi yordam? Tushunmayaptim bola, nima bo'lyapti bu yoqda? Yordam deydimi? Qani yozib yuboraylik. Kimsan mendan nima xohlaysan deb. Mendan nima xohlaysan? Laysan. Bo'ldi. Endi tashab qo'yilichi bo'ldi. Xullas meni vashim xulayim kelyapti obunachilar. Ish qilib charchaganman hozir. Biroz uxlab olay, keyin ertalab gaplashamiz. Juda uxlayim kelyapti. Xo'sh, bo'pti obunachilarni. Yana butunlay chalib yotibdimi? O'chirish kerak-ku. Xo'sh, o'chirib olay, bo'ldi. Soat necha bo'pti? Soat 10 bo'libdimi? Juda ko'p uxlab olibman, o'zi juda charchagandim-da, bo'ldi. Barchalarga salomlar, sizlar bilan men T-Roxman, yangi videomga xush kelibsizlar, bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, juda charchadim. Svetni yoqib qo'yay. Qorong'ulashib qoptimi? Bo'ldi ana. Endi hammasi yaxshi. Endi ishga ham chiqsam bo'ladi. Xo'sh, ketmonimni olaman va ishga chiqaman. Pochta kelibdimi, bo'ldi? Men jetelman. Kim u jetel obunachilar? Kimdir menga aytib bera oladimi? Kim u jetel? Yaxshilab eslaychi. Esladim obunachilar, kechasi kimdir menga yozgandami? O'shanda qo'rqib ketib uxlab yuborman. Qani o'qib ko'raychi, yordam deb yozib yuborganda, eslasam agar. Men jetelman, sen menga yordam berishing kerak. Nimaga deysanmi? Keyin bilib olasan. Hech kimga aytma. Men katta uydagi eshikni buzdim. Eshikni buzdi? Shu eshikni. Qonmi? Qon bilan sikletmi bunachilar? To'xtaylik, qani o'qiylikchi. Eshikni buzdim. Sen u yerdagi sandiqdagi narsani olishing kerak va menga javob qaytar. Sen o'ylaguncha boshqalar tuzoqda. Boshqa hech narsa yo'q. Kim yana tuzoqda? Sikletni qonib yotibdimi? Sal qo'ldagi bosib olishimga. Sandiqda оружие, olmoslar. Rostandagi оружие. Rostandagi оружие ekan. Bu qishloqda taqiqlangan-ku, tez-tez berkitish kerak buni. Berkitib qo'yish kerak va bo'ldi. Mana olaylik. Hozir men shunda оружие bilan nima qilishim kerak, obunachilar? Qo'rqib ketyapman. Nima bo'lyapti o'zi? Mendan nima xohlaysan deb yozib yuboraylikchi. Xo'sh, tez-tez o'chsangchi. Va bo'ldi, hozir yozamiz. Dan nima xohlaysan? Xo'sh, yozvordik. Endi ishga ham chiqishim kerak bo'lib qoldi. Anchadan beri ishga ham chiqmayotgandim. Endi tez-tez bularni ekib olsam, hammasi zo'r bo'ladi. Keyin buni merga ham topshirishim kerak. Mer albatta agar uyda bo'lsa, odatda merimiz uyda bo'lmaydi va mana chirigan kartoshka ham chiqdi. Odatda chiqmasdi chirigan kartoshka, ancha vaqt o'zim qaramagandim. Qo'shnim qarab turganda, bugun uyda yo'q. Bilmadim nimaga uyda yo'q. Yoki anovi odam nimadir qilganmi? Xo'sh, tez-tez bularni qilib olay. Keyin merga topshirib kelaman. Xo'sh. Va bo'ldi, oxirgisi terib olamiz va bo'ldi. Mana ishimizni ham yaxshi qilib qo'ydik. Qani, janob mer yana har doimgidek uyda emas. Shuni solib qo'ya beraman, bu chirigan kartoshkani beraman. Salom shitel.
Xo'sh, endi obunachilar ketdi obunachilar. Xo'sh, buni hozir tashlab yuboramiz, chunki chirigan, nima qilaman, yeyman shuni ham. Pochta kelmabdimi ekan? Kelibdimi deyman, boshqacha qo'ygandiman bu yoqga. Ahamiyati yo'q kimligimni. Sani nima? Hayoting meni qo'limda. Agar menga yordam bersang, senga yaxshi bo'ladi. Bu zumradlar senga sovg'a. Aruja bilan esa sen bugun kechqurun o'rmonga kirishing kerak. Politsiyaga tel qilishni o'ylama. Qanaqangi o'rmonga kirishim kerak kechqurun? Yana kechqurun kirishim kerak ekan. U mendan nima xohlarkan? Qani keyingi beti ham bormi? Qaysi o'rmonga deysanmi? Uyingni o'ng tomonidagi o'rmonga. Va smaylik. Boshqalar tuzoqda. Bu nimani anglatadi obunachilar? Nega aynan men yordam berishim kerak? Boshqa odam yoki mana shu do'stim yordam bermaydi yoki mer yordam bermaydi. Nega aynan men? Tushunmoqdim. Mayli, hisob qo'yaylik shunda. Nima qilsam ekan? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Obunachilar kech bo'lishini kutaman, o'shanda o'ylab ko'raman. Hozir buni hisob qo'yay. Va endi biroz kompyuterda ishlarni qilib o'tiraman obunachilar. Bo'pti, undan keyin yoqaman kamerani. Stop. Bo'ldi obunachilar. Shu videoni ko'rib turib, like olma bosmasadan bo'ldi. Всё. Kim meni videomni ko'rib turib, like olma bosmasa, basharasiga urib joydan tur o'tib ketsa. Xo'sh, obunachilar keldinglarmi? O'zi kech ham bo'lib qoldi, endi ketish vaqti bo'ldi. Yo, o'rmonga bormasam bo'lmaydi menimcha. Bo'lmasa meni tinch qo'ymaydi deb o'ylayman-da obunachilar. Bo'lmasa menga nima keragi bor o'rmonga kechasi borish? Soat necha bo'pti? Soat 12 bo'pti. 12 da boramanmi? Bilmadim xullas. Bo'ldi, mana aruja bor bo'ldi. Qo'rquv yo'q, duh vip. Endi unchalik ham vip emas, buni nima qilaman? Bu menga kerak emas. Qani har ehtimolga qarshi instrumentlarni olay. Bitta kerka bor ekan mana. Jitel. Ha, nima bo'lyapti? Ish nima bo'layotgani yo'q, bor uxlasang-chi. Ha, hozir endi ketayotdim. Bo'pti, bor tez uxla. Eshigim tegib turasan. Xo'sh, ketdik mana shu o'ng tomon deganda-da, to'g'rimi? Mana hali ham ketmayapti. Meni kuzatyapti, tez o'tib ketinglar, hozir orqamdan kelsa kerak. Xo'sh, qani yaxshilab ko'raylik. Ana yerda igrok turibdi-ku. Kim? Sidanven degan igrok. Sen kimsan? Men Xorrosdimman. Men seni o'ldirishim ham mumkin bir soniyada. Qanaqangi bir soniyada? O'zingchi namuncha bu kibringni baland qilib olgansan. Boshingni tushirib gaplashsang bo'lardi. Qanaqangi boshimni tushirib gaplashish? Sendan so'ramayman. Hozir kirganda bu yerdagi hamma jitellarni o'ldirishing kerak. Qanaqangi jitellar? Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman shu Arusha bilan kimni o'ldirishini. Sanadan mana yomg'ir ham yog'vardi. Ko'ryapsanmi, haqiqiy. Hozir seni otaman, qolmaysan bu yoqda. Ahmoq. Men qamoqxonada bundan battarlarga chidab kelganman-ku, sani bitta o'qiyman, nima bo'pti? Sen nima, qamoqxonada bo'lganmisan? Ha, nima deb o'ylaganding? Nima qilsam ekan, bolalar bunachilar, nima qilay? Bilmayapman. Qani hozir ko'rib chiqaychimi? Rostdan ham jitillar ekan. Iltimos, bizni o'ldirma, biz senga xohlagan narsangni beramiz. Yo'q, jitillar, men sizlarni o'ldirmayman, jimanglar. Menda bitta reja bor. Hozir men osmonga o'taman, eshitib qolmasin o'zi. Osmonga o'taman, sizlar esa deb baqirasizlar, tushundinglarmi? Ha, tushundik. Faqat bizga tegib ketmasin o'qing. Xavotirga qilmanglar, jitillar. Tegmaydi o'qim. Просто sal pastroq gapiraylik, hozir eshitib qoladi anu. Tushundinglar, men tepaga o'taman. Sizlar ham tushundinglarmi? Ha, tushundik. Yaxshi tushungan bo'lsangiz hozir o'taman. Mana olinglar. Yordam. To'xtanglar, qolib ketibsizlar, hozir oxirgacha o'ldiraman. Mana olinglar. Yordam. Bo'ldi, jimanglar, endi men sekin eshik ochaman. Sekin ochamiz. Endi ularni o'ldiramiz. To'xtama, bir chiqay. Mana o'ldirdim jitellarni, ko'ryapsan-ku. Qanaqangi o'ldirding? Qani bu yoqgacha. Qanaqangi kelish? Mana ol.
Voy, o'ldirdim obunachilar. Pichoq sanchishga ulgurdi-ku bu. Ah, boshim qattiq og'riyapti. O'zi tez borib politsiyaga telefon qilmasam bo'lmaydi. Skoreygami, politsiyagami bilmadim, farqi yo'q. Bo'pti obunachilar, keyin gaplashamiz.